Er xotin ikkalamiz bir-birimizga motivatsiya beramiz. O'qishdan kelsa, o'g'lim, men bitta o'g'ilman. Albatta sizlarni hojatda qilaman. Shuncha darajaga erishdim desa, charchoqlaringiz chiqadi, yo'ymay harakat qilishim kerak. Go'shtsiz taom yesak ham bo'ladi. Tozalab ketgan joylaringizga ko'r-ko'rona qo'llardagi axlatlarni tashlab ketganda xafa bo'lasiz. Fuqarolarning hammasi to'g'ri tushunishini xohlayman. Faqat bitta ham ongi past yoki bir hech narsani tushunmaydigan insonlar emas. Boshida ishlagan esingizdami? Biz ochiq mashg'ulotdamiz hozir. Bahoriy kayfiyatda. Tojid opa, bahoriy kayfiyat kirib keldi deyapman. Yurtimizga go'zallik kirib keldi, fayz kirib keldi yurtimizga. Ramazon oylari bo'lyapti mana. Ilohim muborak oylarda nimaiki niyat qilsak ijobat bo'lsin. Hammamiz aql inoq bo'lib ishlayapmiz. 1965-yil Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida Guliston mahalla fuqarolar yig'inida ziyolilar oilasida dunyoga keldim. To'g'ri, endi 5 qo'l barobar emas, har kimning tushunchalari har xil. Endi o'qimagan tushunmaydi-da desangiz, o'qib turib o'qimagan insonlardan ham xafa bo'lib ketish holatlari bo'lgan. Past nazar bilan qarash, lekin unaqa qilish kerak emas. Oldin ilgari to'g'ri obodonlashtirish bu darajada rivojlangan bo'lmagan. Men hozir ko'rib, masalan, tumanda, shaharlarda qarang, har bir anaqada o'z hududlarida o'sha obodonlashtirish bo'limlari bor, ishchilariga ega. Mana shunaqa shart-sharoitlar bor. Bu ish kasbda ham rivojlanganini qarangki, bizni ko'p mehnatlarimiz mexanizatsiyalashgan texnikalar bilan ham bajariladi. Deyarli qo'l mehnati kamroq ham hisoblanadi. Endi ko'cha-ko'yda sizni mehnatingizni qadrlamagandan keyin xafa bo'lasiz. Tozalab ketgan joylaringizga ko'r-ko'rona qo'llardagi axlatlarni tashlab ketganda xafa bo'lasiz. To'g'ri, insonni o'zini qadrlab hurmat qilmasa ham, mehnatini hurmat qilsa, bu yaxshi bo'ladi. Fuqarolarning hammasi to'g'ri tushunishini xohlayman. Negaki, faqat bitta ham ongi past yoki bir hech narsani tushunmaydigan insonlar emas. O'zlariga yetarli, yetuk insonlar ishlaydi. Mehnatning katta kichigi bo'lmaydi. Qadrlashlarini xohlayman mehnatlarini. Nafaqat mana shu jarayonda sizga to'lig'icha aytsam, nafaqat yo'lda gapiradi, hattoki mana shu ko'p qavatli uylarni oynalarini ochib ham mensimagan holda hurmatsizlarcha gapiradida. Siz to'g'ri tushuning. Balkim o'qigandirsiz, balkim o'qimagandirsiz, lekin to'g'ri o'qing. Bu mehnatni siz avvalo qadriga yeting. Men mana shu fuqarolardan avvalo birinchi mana shu obodonlashtirish bo'lim xodimlariga hurmat bilan, o'zlarini bo'lmasa ham mehnatlariga hurmat bilan qarashlarini. Biz tozaladikmi, demak hamma joyga ham axlatlarni tashlab ketmasdan o'sha maxsus joylarda, maxsus idishlarga solib ketishlarini so'rab qolaman. Birgalikda hamjihatlikda bo'lsak, shahrimiz obod, toza bo'ladi. Shahrimiz chiroyiga yanada chiroy qo'shiladi, albatta. Eng birinchi ayol kishi uchun eng baxtli kun bu ona bo'lish. U har bitta insonga nasib qilsin avvalo. Juda ham xursandman Alloh bergan ne'matlardan. Qolaversa, o'sha o'zimni sevgan kasbimda ishlaganimdan xursandman. Farzandlarim hammasi oliy ma'lumotli. Shundan xursandman. Kasbimdan birinchi navbatda men Xudo yer yuzini ochsang, savob topasan, yorug' yuzli bandalaring qatorida bo'lasan degandek, men avvalo savob topdim. Yana ham savob bergan bo'lsin deb Xudodan tilayman.
ikkinchidan to'g'ri hurmat juda ham ko'p insonlar hurmat qilishib ko'cha kuyda to'g'ri avvalgi ish jarayonlarimda rahmat desa ham ko'cha kuyda har xil millat har xil yoshdagi fuqarolar sizga salom berib rahmat aytib ketsa xursand bo'lib qolasiz. Juda ham ko'p eshitamiz. Oila tashvishlari deydi, to'g'ri bo'ladi. Bu shirin tashvishlar, turmush tashvishlari shirin tashvishlar deb qabul qilamiz. Charchaysiz, horg'in holatda ishdan borasiz. Oilaviy bitta ko'chada ish jarayonidan chiqqandan keyin albatta uyga borgandan keyin oila tashvishlariga ko'milasiz. To'g'ri yetishmovchilik ham bo'lib turadi. Ko'proq biz endi oilaviy maslahat qilamiz. O'sha bolalarim, farzandlarim o'qigani uchun ham kontraktlarni to'laymiz. Masalan, ishlashim kerak, yordam berishim kerak deyman. Nimasidan? O'shalar ishtiyoq bilan o'qigandan keyin harakatlarini ko'rib, har xil tayyorgarliklarini ko'rgandan keyin demak o'qishi yaxshi. Masalan, biz o'sha to'la o'qiganimizdan afsuslanmaymiz. Negaki olgan bilimlari o'sha to'lovlarni oliy darajada qoplanishi bor degan manzarani ko'rganingizdan keyin harakat qilasiz. Men shunaqa yutuqqa ega bo'ldim, shuncha balo oldim, shuncha darajaga erishdim desa, charchoqlaringiz chiqadida, yo'q, men harakat qilishim kerak. Farzandlarim oyoqlarini tik holatda bosib, o'z yo'nalishlarini, o'zlarini mutaxassisliklarini to'liq egallab olishlari kerak. Hayotda keyin qiynalishmaydi degan o'y fikr keladida, yana o'sha charchog'ingizni unutib yetmagan joyiga ham harakat qilasizki, iloji qadar yetishtirib o'sha narsani hal qilishga harakat qilasiz. Birinchi o'rinda oilaviy byudjetga kelib taqiladigan bo'lsa, iloji qadar farzandlarimni isboshlarini, kiyinishlariga e'tibor berib, formalarini albatta olib berishimga harakat qilaman. To'g'ri, ayollar sal buyumga o'ch bo'ladi deydi. Shuning uchun kamroq o'zimga xarajat qilishga harakat qilaman. O'shandan o'zimga sarf xarajatdan o'zimdan voz kechib turaman. Keyin endi ayol kishimiz yo'qlovlar bo'ladi, uyoq-buyoqlar bo'ladi. Iloji qadar ishdan qolmaslikka harakat qilamanki, mana shu stajiz bo'lib, kunlik ish faoliyatingizda qolmay kelsangiz, o'zi belgilangan foiz qo'shimchalari bor. O'shalardan qolmaslik uchun ko'p yig'inlardan, tadbir, to'ylardan voz kechib turaman. Unaqa ko'p chiqavermayman. Ozgina qoldi-ku, ozgina qoldi. Bunisida bormasam, keyingisida borarman deb shu tomondan voz kechib turaman. Bu yoqqa chiqishdan. To'g'ri, mukammal har doim to'kin sochillikda yetarli bo'lib, mablag'im, ortiqcha mablag'larim bor deb ayta olmayman. Bizda ham kamchiliklar bo'ladi, ro'zg'or o'z oti bilan g'or. Bir-birimizga nima deydi, er-xotin ikkalamiz bir-birimizga motivatsiya beramiz. Nima qilamiz? U oltin so'zlar biz ham bilaylik. Islomda bizga ham qo'l keladi. Masalan, go'shtsiz taom yesak ham bo'ladi. Negaki o'zimizni yordamchi xo'jalikdagi tomorqamizdan yetishtirgan narsalar bor. Shularni nima deydi, ro'zg'or bop mahsulotlardan yeksak, ko'chatlardan o'zimizga chiqadi deymizda, o'zimizdan iloji qadar chiqaramiz-ku. Mana shunimiz bor, shundan ishlatib tursak yetadi deymiz. Ha deymiz, yana kelishamiz. Endi chorva mollaridan ham boqamizki, yetmagan joyiga mana tabiiy holatda bizga nima deydi, живой bank degandek tayyor bizga yordam pulimiz. Bittasidan voz kechsak, bunisiga nima qilamiz? Yetib boramiz deymiz. Shu tomondan bir-birimizga ha deb endi yordam berib, fikr berib turamiz. Farzandlarim yonimga tushadi ko'proq. Yordam beradi. O'qisa ham aytayman, kechki smenalarda ishlab uyqu holatida o'qishlarga ketganini Farzandlaringizni qaysi so'zlari sizga kuch bo'ladi? Masalan,
endi o'qigandan keyin so'z boyliklari ham o'zlariga yarashadir. O'qishdan kelsa o'g'lim men bitta o'g'ilman, albatta sizlarni hojatda qilaman, mana shu mehnatlaringni oqlab beraman deydi. Rahmat, hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ona hali shunday bo'lasiz, hojona bo'lasiz, ishlamaysiz, faqat o'tirasizda, o'zim sizlarni boqaman, hammamiz oqlaymiz deydi. Inshaalloh shunday bo'lsin. Qiyinchiliklarimiz hammasi o'sha yaxshi so'zlar uchun kechib o'tib ketadi o'zimizdan. Mayli hojonalik bo'lmasa ham farzandlarim tik oyoqda turib olsa, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Avvalo turmush o'rtog'im meni to'g'ri tushungani uchun rahmat. To'g'ri, bir xil erkaklar ishga qo'ymaydi, u yerda ishlama, bu yerda ishlama, xohlamayman deydi, lekin men turmush o'rtog'im o'zi to'g'ri tushungan holatda maslahatlashganimizda eplay olsang ishlab ko'r deb ishlashimga ruxsat bergan. Avvalo meni to'g'ri tushungani uchun rahmat aytaman. Farzandlarim tarbiyasida, oilaviy byudjetimizda yetishmovchiliklarni qoplashda yonma-yon birgalikda bir-birimizga tashlab qo'ymadik, yonimga tushdi. Ana o'shandan xursandman, rahmat aytaman. Qiynalgan paytimda yonimga turib, meni qo'llab-quvvatlab, yaxshi motivatsiyalar berib turgani uchun xursandman.